Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bir ishimizni yakunlaganmiz. Bu ishimizni yakunlaganimizga 1-2 haftacha bo'lib qoldi. Ozgina chalalari qolib ketgan edi. Shuni olib kelib video syomkalarini qilib ketyapmiz. Buloq oshiga qo'yilgan ishimiz Akfa Alumin dub mokko degan svetimizda. Zolotoy dubdancha to'qroq bo'ladi svetimiz. 2 qavat stekla paket oynaga bo'lgan. Padagonniylari bilan terasga olib kelib qo'yib berganmiz. Har bitta ro'yxatdan ochilishlarimiz bor. Ikkita portchkasi bor. Eshiklarni gulli oyna qo'yib berganmiz. Eshiklarni ham stekla paket bo'lgan. Yopilishlar xudo xolasa yaxshi. Ustullarini arka fonda o'rab berganmiz har doimgidek. İçlarini Patagonga qo'yib berganmiz. Ozgina remont ishlari ketyapti ekan. Buni o'sha yangi chiqqan Akfa Neo'mizdan qo'yib berganmiz. İçlariga Patagonnilar qo'yib berganmiz. Akfa Neo'ga. Bu ishimizni Akfa Alumin Neo yig'ib berganmiz 5 santimetrligiga. Kvadrati 700 ming atrofida chiqqan steklo paket oynasi 2 qavat bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91. Telegram, WhatsApp, imo hammasi ishlayapti. Rahmat, sog' bo'linglar.